bu assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xayrli tong. Hammalaringni Allohim o'zi asrasin. Bizni kuzatib boruvchilar. Bugun kecha ob-havo sal yomon edi. Sal sog'lig'imizga ham problem bo'lib qolgani uchun kecha ishga chiqmadim. Bugun xudo xolisa yana yo bismillah deb ishga qarab keldim. Mana bu traktorimiz kartoshkani kovlab chiqarib beradi. Hozir mana qizlar o'tlarni tozalayapti. Bu dalaga men kamida 10 yildan beri shu aka bilan ishlab yuraman. Kovlanib ketgan. Hamma ishlar bu akaning xonadonliklari ham hamma narsasi bor. Qishda ham ishsiz qolgan paytimiz xonadonlikka kelib olmalar upakovka qilib. Eng qizig'i yil oldin televideniyega chiqqanman. Shu akaga bilan birga ishladim, ishni yuritganim uchun. Hozir men sizlarga o'zimiz daladan ozgina qismga qilgan dehqonchiliklarimiz, qilgan xizmatlar, mehnatlarimizni o'zim kelolmaganman, qizlarni jo'natib ishlatgan aka va orasoriga kelganman qo'ldan kelgan vaqti. Lekin texnikalar ham ishlab ketgan. Piyoz ekkandi, piyoz o'tagandik. Men ishim o'sha ehsonga uy bilan bo'lib qolib, piyozga ham kelmadim, piyozlar ham terilib ketibdi. Lekin hozir shunchaki sizlarga ko'rsatib, dallarni o'rganib chiqaman. Kamerani o'zim olaman. Faqat yer maydonlarini ko'ramiz. Bu qizlar ajr-bujur kiyimlari. Mana yerda shuni aytsa kerak o'taman. Mana shu yerga 3 gektar piyoz bor. Piyozlar terilib ketibdi. Endi tagidan biz ham ro'zg'orga terib olsak bo'ladi. Hozir ham qidirib topaman desangiz rosa ko'p. Bu dala 14 gektar dala. 14 gektar dalada hamma narsa bor. Hozir bizga bo'shagan yerga erta bo'shaveradi-ku, o'sha bo'shagan joyga boshqa ekin ekilaveradi. Hozir sizlarga yana nima ekilganini ko'rsataman. To'g'rirog'i rizqimiz, mehnatingiz sinsa, qo'lingiz tegsa, ishlaysiz, tishlaysiz degan joyda. Misol qishda oktyabr oylarida yerangog'imiz tayyor bo'ladi. U yerangog' kovlaydi. Dastalaysiz. Mana hozir o'sha yerangog'ni ko'rsataman. Mana hozir chopilib, men bu ishiga ham kela olmadim. Mana bu chopilib, agat olingan bu avgust oylariga shu sentyabr oylariga tayyor bo'ladi. Mana gektarlab yerangog'. Ana tomonda bog', mevali daraxtlar. Qaranglar, bizlar tomonga ham tol bor ekan, faqat terak e'tibor bermagan ekanman, lekin yaqinda 1-2 yil oldin ekilgan, hali tayyor emas shekilli. Manaki yerangog'. Ko'rasizlarmi? Dalaga ishlab, mana shu 12 yildan beri ishlab uy-joy qildim. Hamma narsa qo'ldan kelgancha harakat qilganman. Bu sohaga kirib kelishimdan oldin. Lekin hali obunachim kamligi uchun hali biror normalniy video chiqara olmayapman. O'shaning uchun nima deydi? To'xtab turibdi ishlarimiz. Endi yurishib ketar, xudo xolasa. Men emas, Allohning aytgani bo'ladi-ku. Mana shunday kelib, mana shuna qarasalaringiz, mana shunday. Mana shu dala oxiri chegara daraxtlar. Bu joy 14 gektarda. Bu akani xonadonligi bor. Xonadonligida mana shu ekkan piyozlarimizni saqlaydi. Narx ko'tarilgandan keyin sotiladi. Hozir kartoshkalar ham arzon. Unchalik yaxshi bo'lmabdi bu yil. Mana. Chunki bu yil piyoz yaxshi bo'lmagani uchun piyozlar qolib ketdi. Har yili yig'ib olardik. Bu yil pul bo'lmagani uchun qizlarga ham tuzish ish bo'lmayapti. Isrofgarchilik ko'p ketdi. Allohim o'zi nima deydi? Asrasin, hech kimni hech narsaga zor qilmasin. Lekin tortmadi, yaxshi bo'lmadi-da. Shunda ham terib olingan. Bu qolganlari isrofgarchilik-yu, terib olishga ulgurmagan qizlar nima deydi? Issiq urib ketibdi. Sharchi. Yana buni haydasa dalani, xudo xohlasa dalani haydasa bu yerga makka ekiladi. U tomonga makka ekilgan. Hozir makkani ham ko'rsataman.
Bilasizlarmi? Halol mehnat baribir yaxshi, mazza qilar ekansizlar. Nima bo'lsa ham, agar kanalim rivojlanib ketsa, Xudo xohlasa, shu boquvchisini yo'qotib, dallarga qiynalib ishlab, uy qilaman, joy qilaman degan opa-singillarimizga qo'limdan kelgancha yordam qilaman. Chunki yosh turib qarib qolishingiz mumkin. Chunki bu narsa o'zim boshimdan o'tdi. Ishlayman, uy qilaman deb charchab qolibman. Kech bir kun ishlab, bir kun dumalab qoldim. Issiq bo'lgandan keyin sal-sog'ligingiz qochaverar ekan, yosh o'tgandan keyin. Unda ham mayli. Alloh shu bergan dardlarga ham shukr qilamiz. Dalada ish bo'lyapti hozir. Kuzatinglar, like bosinglar, obuna bo'linglar, qo'llab-quvvatlanglar. Bir ishni boshini ushlab olgunimcha, balkim eplay olmasam, oqshamasa, agar ishimiz oqshamasa, qaranglar, mana qizimiz jinnalik qilmoqchi-da, traktor ustiga o'tirib olibdi. Pastga tushib olamiz, egasi haydaydi. O'shaning uchun bu bitta narsa aytsam, Hojiboy bizni kuzatar ekanlar. Rustamjonlar bizga kelganda qizlari kelib xabar olib, chopon yopib ketgan Hojiboyni qizlari ekan. Hojiboy, uzoqdan ayting, like bosinglar deng. Gapiryapmiz, eshityapsizlarmi? Ko'rinmas, Hojiboy, like bosding. Ana, Hojiboy aytayapti, like bosdinglar. Hojiboy, mayli uzoqdan bo'lsa ham bitta duo qilib qo'ying. Aha, nima qilamiz Hojiboy? Agar mana shu laykimiz ko'payib, kommentlarimiz ko'proq yozilsa, Hojiboy yana bitta video qilasiz. Men obunachilaringizni duo qilib qo'yaman deyapti. Inshaalloh, Xudo xohlasa shunaqa bo'ladi. Kamroq bo'lsa ham video, sizlardan uzr so'rayman.